Hoji Imdodullo Makki rahimahulloh degan aziz kishi o'tganlar. Shu zot bir kuni mana shunday jumada amr ma'rufda aytdilar. Xudodan keladigan har bir narsa ne'matdir dedilar. Agar shu narsa musibat bo'lsa ham, kasallik bo'lsa ham ne'mat bo'ladi dedilar. Faqat banda uni musibat deb, mashaqqat deb qabul qilib qolgani uchun uni yomon ko'radi, ne'mat deb o'ylamay qo'ygan. Aslida uning haqiqatini Xudo ko'rsatganda edi, pardalarni ko'tarib shuni bildirganda edi, yaxshi menga shu berilgan ekan deb xursand bo'lardi deganlar. Deb gapirib tursalar, bir odam kirib keldi masjidga. Juda holi xarob, azobda, kasal, nihoyatda qiyin ahvoldagi odam kirib keldi. Kelib bu boya gaplarni eshitmadi. Bu paytlar mikrofon yo'q endi. Boyagi kasallik ham ne'mat bu. Buni agar nima uchun berilganini bilganda banda o'zi so'rab olardi Xudodan deb aytilgan gaplarni eshitmadi-da, to'g'ri kelib o'tirdi-da, "Hazrat, meni bir duo qiling, juda qiynalib ketdim kasallikdan" dedi. Ana. Endi duo qilish kerak mana uni. Endi kasalliklarim ko'paysin deb duo qilib bo'lmaydi. Bu odam qiynalib ketdim juda deb so'rab turibdi-da. Hamma hayron bo'lib qoldi. Hozir endi kasallik ne'mat deb turuvdilar. Bu odam kasallikdan qiynalib ketdim deyapti. O'zi ne'matni ichida turibdi-yu, endi yana duo so'radi. Nima deb duo qilar ekanlar Hazrat deb qarab turishdi. Hazrat duo qildilar. Parvardigor, mana bu bandaga bergan kasalliklaring albatta shubhasizki ne'mat. Ammo bu bandang ojizligi uchun, biz ham ojizligimiz uchun uni ko'tara olmay qolamiz. Bu bandang ham ko'tara olmay qolibdi. Endi bu kasallik ne'matini salomatlik ne'matiga almashtirib ber deb duo qildilar. Ya'ni payg'ambarimizdan mana shu yerda dunyo va oxirat ofiyatini so'ranglar deganlarda, dunyoda ham ofiyat, oxiratda ham ofiyat berishini Xudodan so'rashimiz kerak. Faqat dunyoni emas ekan.